Shved, hurmatli do'stlar. Bu kadar qatorda yuribmiz, shvedlar zo'rlar kiribdi mana. Javob ayollarni qarang, qo'lligini. Toza shved. Mana bu yerda o'zimizni Olaqora Messini ko'rib zo'rlanib chiqamiz. 494 kilo, hurmatli do'stlar, mana shu qamiz. Bu siz bermayman. Ketsiz bermayman. Siz uchun gapirib turibman. Qo'rqmas ko'rasiz. So'z turisini sizga sotdim. Qo'ydi cho'qsiz. Bitta aylanib ketsa bermayman. Yo'q, gapirmang. Bor baraka. Onalarni qarang, onalarni maşallah. Yo'g'onligini qarang, yelkani qarang akalar. Canavar sizinle. 38 milyon 100 bin so'mga sotilgan shved bu qamiz, hurmatli do'stlar. Ketdi mana. Oyog'iga sotilgan 38 milyon 100 mingga. 574 kilo keldi. O'ring yaxshilab o'rab. 480 kilo. Ko'chani olsangiz olindi, hurmatli do'stlar. 200 ming kam 14 million so'mga. Bo'yi 1.5-1.7 sm atrofida. Assalomu alaykum. Otabek kanalining hurmatli obunachilar va YouTube chorva buqish ovozlari. Xudo xolasa bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Oltiariq shahri bozoridan buqalar qatoridan videolarimizni ikkinchi qismini boshladik. Qo'limizdan kelgancha narxlarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Videomiz yoqda tarafsizlarni like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'rasizlar. Bugun 28-mart haftaning Juma kuni 2025-yil, hurmatli do'stlar. Ro'za Ramazon oyining oxirgi juma yomi muborak bo'lsin, hurmatli do'stlar. Yomg'ir yog'ishda davom etyapti. Tingani yo'q. Qo'limizdan kelganicha chiroyli joylar qilib berishga harakat qilamiz, hurmatli do'stlar. Mollar kam chiqqan yomg'ir sababli. Videomiz qisqaroq bo'lib qolsa to'g'ri tushunasizlar. Ketdi bundan, hurmatli do'stlar. Bular nech puldan? Nech puldan? 18 dan kami. 18 milliondan kami bor, hurmatli do'stlar. Nech puldan so'rashdi aka? 232 milyon 500 ming so'm savdo bo'libdi. Bir yoshdan o'tgan, to'g'risi, yoshi. Bo'ylari 1.10 ga 1.10 oshiroq. 500 nechi? 536 kilo, 45 mingdan tortilgan. 5 puldan? 51 dan. 51 danmi? 45 dan deyapti. 52 dan bo'lmasa, bora yana boshqatdan so'ra, yolg'on aytib turmang. Ben ustida turmadim-da shuning uchun. 536 kilo, hurmatli do'stlar, boqilgan qisrunojinimiz. 27 million. 27 milyon 600 ming bo'libdi. Taroziga sotilgan. 536 kilo. Taroziga necha puldan ketdi bu? 45.500. 45.500 so'mdan. Qaysi bir akamizga gapirishga ishonishni ham bilmaysan. Biri 51 mingdan deyapti, biri 45.500 so'mdan deyapti. Necha pul bu? Novoz. 15 so'rashyapti. 15 million. 15 million jazma. Yaxshi novoz ekan, ko'chati yaxshi, hurmatli do'stlar. Sizda o'zgaradi aka? Biri 7 sm, biri 10 sm xudo xolasa chiqadi, bemalol akalar. Ayam qo'li cho'zib yaxshi novoz ekan. Nima aytsa ekan? Kanalingiz otini men. Otabek uz. Otabek uz. Bu necha pul aka? 13 million so'rashayotgan buni. Mana akalar. 13 million so'm. Bir soat, 2 soatdan Necha pul so'rashyapti aka? bor edi.
15 milyon 200 bin. 15 milyon 200 bin so'm savdo qilishyapti ekan. Mana shu novosimizga. Otabeyus. 15 milyon 200 bin so'm. Bir yoshga to'lgan, hurmatli do'stlar. Bo'ylari 1.7 boza chiqadi. Bor bunaqalarni. Aytib qo'yingchi. Tek 90lik 390 1205 0205 bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli do'stlar, novoslar bor ekan. Siminta sotilibdimi aka? Siminta? Yo'q, bilmayman. Bilmaysizmi? Siminta muqomi turibdi mana bu yerda. Eti zo'r ekan, lekin ha? Savdo bo'lyapti shu. Mana qiziqtiryapman. Mana nima o'yinchi? Qaysi biri aka? 17,5 mi? 17,500 ming so'm. Mana shu novosimiz savdo bo'layotgan, hurmatli do'stlar. Ha, xo'p, bo'pti. 17,500 ming so'mga savdo bo'lyapti. Uni egasi ko'radi deyapti. Xo'p. Bozorga mollar kirishda davom etyapti mana. Bozordan molni qaranglar, rasos chiqyapti mana. Raif. Hozir o'taman hozir. Telefonlar olib qo'ying deyapti, olib qo'yishimiz. Pulini ayting, pulini. Pulini ayting, pulini. Pulini chiqda, gapni. Ne? Qancha? 15 milyon 30 milyon. 15 dan 30 milyon so'rashyapti ekan. Ular bo'lsa, greyfurtlar. Va aka, bu общем xo'jalar bo'lmay, egasini olmayman aka. Bu общем pul bersa ham olmayman egasini. Chunki egasi qiziqmasdi odamlarga, mol qiziq, narxi qiziq. Hurmatli do'stlar, greyfurtlarga telefon nomer 90lik 97lik 334 00 90 30 ga bermayapsiz a? 15 dan 30 ga bermayapti, qazo greyfurt. Qo'shilsa berasiz. Qo'shilsa beradi. Qo'shilsa berilar ekan. Hurmatli do'stlar, 15 dan 30 mingga yo'q. Nomerni qo'ydik. Xo'p. Manlarga yana bormi? Ona jillar chiqib ketyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Shu shvetlar so'rab berdik. Shvetlarda bular nechi puldan? 42 bermayapti. 42 ga 50 million kami bor, 42 millionga berilyapti. Shvetlar. Hozir shvetchi. 1 yoshga to'lgan a? Ha, 1 yosh. 1 yoshga to'lgan. Nomer aytib qo'ying. 91lik 150 150 99. 49 99. Hurmatli do'stlar, Hozir. aloqaga chiqaverasizlar, novoslar zo'r ekan lekin ma'lum. Shvetlar. Orqalarini ham ko'rsatib qo'ying mana. Orqalari ham normal. Bo'yi 1.15 kilo shunaqa akalar. Mana zo'r ekan mana qo'yalari. Shvetlar. Sen mana xudo xolasa 1 yoshga to'lgan sey bo'laveradi. Bo'yi shu 1.15, 1.18 shunaqa reyonlar keladi. Toza shvetlar. 42 million so'mga jupa berilmayapti, 50 million kami bor. Buni o'zimizni eshitdingmi? Nech pul? Nech pul? Aka bu 18 kam bu. Sumbesdan chiqmoqchi. Nech pul qilishyapti aka? 16 tepada. Hozir modda chiqadi. 18 million kami bor, 16 million tepasida savdo bo'layotgan berishgani yo'q. Hujjat zo'r ekan lekin bu mana chiqib turibdi. Mana shu yerda bo'yi pashti bir xil. 1.10 tepasida bo'yi. 16 million tepasida savdo bo'layotib berganim yo'q deyapti. 18 million kami bor deyapti.
Turshini qaylamu. To'lgan bo'lsa endi yoshiga to'lgan bor. Ko'chatda zo'r ekan. Mana orqalar. Nomerni aytib qo'ying. 91lik. 683 16-19. 1619. 17,5 ming olib beraveramiz uyga. 16,5 deng. 17,5 ming tushmaydi. Bozorda necha so'rayapti? Ya hozir 16 tepasida dedingiz-ku? Savdo 16,5, 16 tepasida haqi savdo bo'lyapti. Ha, 17 so'rayapti. Hurmatli do'stlar, 16 million 500 minggacha savdo bo'lyapti-ku. Yana telefon nomerni qo'ydik. Ishqozlarni telefonni topib ko'rasizlar. Gibridmi, Alloh alam. Nech pul ekan ovoz aka? 16 deyapmiz ya. Nech pul so'rashdi? 16 million kami bor, 14 million 700 ming savdo bo'ldi. Hurmatli do'stlar, bo'yi 1.5 dan ozgina balandroq. 1.7 shunaqa. Bular nech puldan aka? 16 kami, 15. 16 millionga 15 million kami bor. Savdosi-chi? Savdosi. 14,5 13. 14 million 500 ming olasi, qorasi 13 million so'm. Hurmatli do'stlar, 12 so'ragan jonivor. Nech pul aka bu? Bunaga 7 oylik buzoq, 14 million 200 ming qilishyapti ekan. 7 oylik buzoq. Sutga to'ygan variantdan. 14 million 200 ming savdo bo'lyapti. Hatto yosh hurmatli do'stlar. Juda sutga to'y o'rmagan bo'lsa ham lekin yaxshi emgan ekan jonivorimiz. Mana ularni ko'rsatib ber. Gerenfordimiz tortildi hurmatli do'stlar. Xitoydan kirib kelyapti bozorga. Oho, qanaqa ekan jonivorni. Hozir mana uni bilamiz, hurmatli do'stlar, necha kilo kelganini, mana bu taroziga ketyapti. Bozorga endi keldi, ha? $494 kilo, hurmatli do'stlar, mana shu qamiz. Oldiga yuringlar, oldiga. Oy. Qancha bo'ldi bu? Yo, pulichi? Puli qancha? 29 million. 29 millionga sotildi, hurmatli do'stlar, hozir sotilyapti. 494 kilo keldi-yu, hozir novosimiz. O'sha 29 millionga. Mana bu-chi. Oldu endi. Turizm. Sotilganmi bu? Sotilganmi? Nech pul? Boşak. Taroziga 60 mingdanmi? 23 Necha kilo keldi? $410 kilo ketdi. 450 kilodan gap bu. Nech puldan ko'paytiryapsiz? Nech puldan ketdi o'sha? 50 ming, 52 ming. Oyog'iga nech pul bo'lgan? 22 ham dedi-yu, 55 ming. Ha. 23 ya. Odamlar juda yomon gapiradi.
Kimdir 60 mingdan desa, kimdir 22,5 deyapti. Oyog'iga 23,5 sotilgan ekan hozirgi buqa. Endi savdoni barakani ustida bo'lgan ekan ishonaverasiz, to'g'rimi? Nima desa, ustida bo'lsangiz ekan 23,5 mingga sotilgan buqamiz 410 kilo keldi. Oo. Savdo bo'lyapti. Nima desa, ertalabdan novosa yo'q edi mana novosa. Shu yerda. Bir qillab ketgan joyida. Maşallah. O'tib ketdik chiqadi. Tog'an nechta savdo bo'lyapti? Hozir men endi keldim, so'ragan yo'q. Qancha bo'lyapti? 5 Keyingi uchun 60 mingdan bo'lsa 55 mingdan bo'ldi. Jon ota Aka nechta savdo bo'lyapti? Mana hozir endi gapirishyapti. Bitta gapiraymi? Olasizmi? Mayda shu bir ikki pochga ketyapti. Gapirib siz gapiraman. Siz uchun. Yo'q, siz bermayman. Ketsiz bermayman. Siz uchun gapiryapman. Hozir qo'rqmas bo'lib turasiz. So'ldi birinchisi sizga sotdim. Qo'ydi chopsiz. Endi Bitta aytadi kesak bermayman. Yo'q, gapirmang. Bor baraka. Nech pul so'rab aka? 35 milyon 800 ga hurmatli do'stlar. Birinchidagi turgan buqamiz ketdi. Ha. Yelkani. Bizga ketadilar. 800 ming. Sevmagan degan jonivor. Hammasi bittami deymana? Oo, chergacha. Hurmatli do'stlar, 6tasi bitta ekan. Hammasi bir-biridan semiz ekan jonivorlar. Shved. Qirg'iziston qo'rg'oni. Mana bu sotildi. 35 milyon 800 mingga. Ularni qarang, ularni maşallah. Yo'qligini qarang, yelkani qarang akalar. Jonivorlar sizlar. Mana o'qiladi. Yine savdo boshlandi, hurmatli do'stlar. Borda berib ovoz qo'yib berasiz. Gapirib sotaman sizga. Sizga gapirib sotaman. Sizga yo'q, gapirib sotaman. Aka o'ziyatga hisobi chiqdi. Aka dokumentni aka Hozirgi savdo bo'layotgan buqamiz mana bu, hurmatli do'stlar, barakasi bo'ldi. Shved 38 milyon 100 ming so'mga ketdi mana shu buqa. aka shohiga baylatding, Juda chiroyli semirgan jonivor. 38 milyon 100 ming so'mga. Mana o'qiladi, hozirda. Juda chiroyli semirgan ekan jonivorlar. Bu Simentallardan hurmatli do'stlar, videoyimizda davom ettiramiz. Farg'ona viloyati Oltiariq Chorva bozoridanmiz. Hurmatli do'stlar, buqalar qatorida yuribmiz. Buni egasini topolmayapmiz. Nargini egasini topdik, hurmatli do'stlar, mana shakamizdan ekan, mana. 40 million so'm kami bor, ha? Ha, kami bor, kelishaveramiz. Necha pulga bermayapman dedingiz? 36 ay. 36 milyon 500 ga berilmayapti. Tish uzmagan, ha? Yo'q, buzoq. Tish uzmagan. Buzoq hali, hurmatli do'stlar. 2 yoshga bo'lmagan-da. Jonivorlarni qarang. 36 milyon 500 mingga yo'q. Nomer aytib qo'ying. Nomeringizni? 91lik. 91lik. 685 685 35 20. 35 27. To'g'rimi? To'g'ri. Shundan birga aloqaga chiqib olasizlar, hurmatli do'stlar. Bunisi ham hozir egasini topishga harakat qilamiz, hurmatli do'stlar. Bunisi hurmatli do'stlar, mana bu to'g'ondan ekan. 34 million kami bor ekan. Yoshi necha oylik bu endi? Yoshini bilishmas ekan, hurmatli do'stlar, tushunmagan. 1 yoshda o'tgan, to'g'ri, 1 yoshdan o'tgan. 34 million kami bor deyapti, hali savdo bo'lmabdi. Nomerni aytib qo'yasizmi, tog'am?
Bunu bir istihbaratçılar hurmat olsa doğru düşünemiz. Şu kan ko'rsataylikchi olindimikin? Sotildimi aka? Sotildimi? Sotiladi. Necha pul kami bor? 25 kami bor. 25 million kami bor ekan. Hurmat olsa. Nimadir? Hozir kelib gapirdi sizlarga nimadir? 22 million 700 ming qilishdi. Demoqchiman, sotilgan narsa bo'lsa menga yo'q deyaptimi deb o'yladim. Ha, sotilgan yo'q ekan. Qaysi? Otabeyus 22 million 700 ming so'mga hurmat olsa berilmayapti ekan, 25 million kami bor ekan. Gibrid buqamiz. Qanaqa sizlardanmi? Ikkovmi yo ikkovmi? Ha, bu bilan bunisi. Hech bilan bular? 60 million kami bor dedi. O 30 dan 60 million kami bor. Hurmat do'stlar, bunisi bilan nargisi. Xo'p. Hozir qaytaman. She'rni olasiz. 10 kiloga adashib 565 kilo dedim. 10 kiloga adashib. 75 kilo ketdim. 574 kilo. 574 kilo. Hurmat do'stlar. Ha. 38 million. 38 million 100 ming so'mga sotilgan shet buqamiz. Hurmat do'stlar, ketdi mana. Oyog'iga sotilgan 38 million 100 mingga. 574 kilo keldi. Necha kilo? 574. Xo'p. Necha pul savdo bo'lyapti endi bunga? Nima deysiz? Necha pul savdo bo'lyapti? 55 million. 55 million so'm, hurmatli do'stlar. 60 million kami bor. 55 millionga berilmayapti ekan. Sherigini ham ko'rsatib qo'yaylik. Tamommi? Mana kelar sherig. Bu ham gibrid. To'plangan jonivor. Hozir ishqibozlari bo'lsa buni qo'yamiz, buni turishini qo'ying jonivor. Nomer aytib qo'ying aka. Endi hisob yutularga Bu nomer aytib qo'ying. 91lik 91lik 674 674 95 75. 95 75. Qayerda? Mana Oltariqdami? Bo'ldi. Aloqaga chiqaversan, hurmatli do'stlar. Uyda yana bor deyapti-da. Shuning uchun. Hurmatli do'stlar, tarozidamiz. She'rni o'qamiz. 295 kilo. 195 kilo. Birinchisi. Sotilganmi bular? İkincisi hurmatli do'stlar. 190 290 kilo. İkincisi hurmatli do'stlar. Oching. Uchinchi buqamiz hurmatli do'stlar. Qarorga chiq. Uchtasi bitta joyga, hurmatli do'stlar, 23 millionga 100 kamdan bo'pti. 22 million 900 dan bo'pti. Ikkitasi 295 ga 290, 290 kilo keldi. Bu uchinchisi qanday necha kilo keladi? Mana. 264. Mana. Ayda boringchi. Shu ekan. O'sha ekan. Necha to'xtadi? 264. 64 da to'xtadi. Şu, haydi bana. 64'de to'xtadi. Şu. Ketdi mana. Bunisi yaxshi kelmadi lekin. Kichikroq olganda bunisi kichikroq. Sinta. Sotilganmi aka bu? Yo'q, boqqani oldik endi. Sen necha pul? Shu jonivor. Haday, Chiq jonivor. Mashinaga chiqyapman, bu xijolat o'yapti, bir ketaman. endi tashlab olib keldi, chetdan olib. Aqonga tushmagan ekanda bu qamiz. Ora nega? Bakma, yana top.
O'ravering, yaxshilab o'rab. 480 kilo. 480. Necha pul bo'lgan tog'a bu? Qochib nima shaqqa yuramiz. 33 million bo'ldi, hurmatli do'stlar. Shu. 33 millionga olindi. Boqqani. Siminta. O'sha desang, sho'ra.